Assalomu alaykum barchaga. Biz bugun Mudofaa vazirligi tomonidan tashkil etilgan mudofaa sohasida innovatsion texnologiyalar festivaliga yetib kelganmiz. Ko'ryapsiz, odam juda ham ko'p, gavjum. Hamda bu yerda aynan mudofaa sohasida foydalanadigan, ya'ni harbiylarimiz tomonidan foydalanadigan kvadrotsikl hamda mototsikllar namoyish etilgan. Hozir video davomida esa sizga aynan mana shu mototsikl hamda kvadrotsikllar haqida to'liqroq ma'lumotlar berib o'tamiz. Shuning uchun videomizni oxirigacha tomosha qiling. Birinchi bo'lib sizga ko'p maqsadlarda foydalanadigan buggy texnikasini ko'rsatmoqchimiz. Ushbu texnikamiz to'liqligicha o'zbekistonlik mutaxassislar tomonidan ishlab chiqarilgan va bunda ishlatilgan ehtiyot qismlari ham aynan 90%, deyarli 100% ga yaqini O'zbekistonda ishlab chiqariladigan milliy mahsulotlardan yig'ilgan ushbu texnikamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu aynan yo'lsizliklarda, tog'larda foydalanish uchun qulay bo'lgan texnika. Ekipajiga keladigan bo'lsak, bu yerda 2 kishi harakatlanishi mumkin. Qo'shimcha tarzda esa 1 kishi yuqori qismda harakatlanib ketsa bo'ladi. Bunda aynan tog'larda amaliyotlarni amalga oshirish mumkin. Undan tashqari esa yuklarni ham yetkazib berishga xizmat qiladi. Buni nimaga milliy mahsulot deyapmiz? Chunki bu buggy texnikamizni aynan dvigatel qismi, ya'ni motorlari ham O'zbekistonda ishlab chiqariladigan milliy mahsulot bo'lgan Matiz'ni motorlaridan foydalanib o'tilgan. Undan tashqari sizga qisqacha texnik xususiyatlarini aytadigan bo'lsak, og'irligi 780 kilogrammni tashkil qiladi va bunda 88 ta ot kuchi bor. Maksimal tezligi esa 160 kilometrni tashkil qiladi ushbu texnikamizda. Deyarli siz ko'ryapsiz, buni nafaqat yo'lsizliklarda sekin harakatlantirsangiz, undan tashqari esa yo'l yaxshiroq bo'lgan joylarda ham katta tezliklarda aynan mana shu yo'lsizlikda harakatlanish uchun mo'ljallangan buggy texnikamizda hamma joyda harakatlanib ketishingiz mumkin bo'ladi. Aynan bu texnikamizni yuqori qismi ham temir konstruksiya bilan himoyalangan. Yo'lsizliklarda harakatlanayotganda aynan yo'lovchilarni, bu yerda harakatlanib ketayotganlarning xavfsizligini ta'minlash uchun ko'rishingiz mumkin. Mana ichki qismga o'tirganingizda bu yerda kichkinagina tablo bor. Avtomobilni sozlamalarini ko'rib ketishingiz uchun mo'ljallangan. Chiroqlarni yoqish, o'chirish tugmalari ham o'rnatib ketilgan. Mana bu yerda esa, bu yerda bilasiz, aynan avtomobilni harakatlantiriladi, ya'ni texnikani harakatlantiruvchi haydovchi o'tirsa, bu yerdagi qo'shimcha yo'lovchi mana bu yerda pulemyot yoki avtomatlardan foydalanib harbiy maqsadlarni ham bir vaqtning o'zida amalga oshirib ketishi mumkin va 3-qator bu yerdagi yo'lovchiga ham ko'ryapsizki, pulemyotlar yoki avtomatlar o'rnatish uchun joy ham alohida qoldirib ketilgan. Bu texnikamizda juda ham ajoyib bo'lgan yo'lsizliklarda harakatlanadigan harbiy texnika. Endi esa sizga ko'p maqsadli bo'lgan, ya'ni ko'p maqsadlarda foydalanadigan mototsikllarni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Bularni hammasi 30% gacha O'zbekistonda ishlab chiqariladi, ya'ni lokalizatsiya qilingan. Aynan mana shu ko'rib turganingiz ikkala texnikamiz to'liqligicha O'zbekistonda sinovlardan, ya'ni tekshiruvlardan o'tib bo'lgan ekan. Yaqinda harbiylar uchun taqdim etila boshlanadi. Bular hammasi O'zbekistonda ishlab chiqariladi. MS Remtex zavodida ishlab chiqarilar ekan. Birinchi mototsiklga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, buni ko'rishingiz mumkin, anchayin katta va bunda texnik xususiyatlari ham yaxshi. Mana bu yerda esa aynan yuklarni joylash uchun yukxona qoldirilgan. Bu nima uchun kerak? Aynan yo'lsizliklarda, yo'lsiz joylarda, tog'li hududlarda tezkor yuklarni yetkazib berish, undan tashqari maxsus brigadalarni ham aynan mana shu mototsikldan foydalanish mumkin ekan. Ya'ni bu yerda 1+1 ekipaj harakatlansa bo'ladi, ya'ni ikkita harbiy bemalol harakatlanib keta olar ekan. Yoqilg'i baki 11,5 litrni tashkil qilar ekan, ot kuchi 50 ta, maksimal tezligi esa 150 km/soatni tashkil qilar ekan. Chunki juda ham yaxshi ko'rsatkichlarga ega, harbiylarimiz bemalol foydalansa bo'ladi. Bu yerda esa Lochin nomli yana bitta harbiy mototsiklimiz turibdi. Harbiylar foydalanish uchun ishlab chiqarilgan. Bu ham aynan o'sha O'zbekistonda 30% gacha lokalizatsiya qilingan. Undan tashqari O'zbekiston harbiylari uchun berish ham boshlanadi. Bu mototsiklimizda ko'rishingiz mumkin, 21 ta ot kuchi, birinchida turgandan texnik xususiyatlari ozgina kamroq, lekin bunda ham xuddi shunaqa ko'rsatkichlar, 124 km maksimal tezlik ko'rsatilgan. Undan tashqari esa bunda ham 11,5 litrga yaqin yoqilg'i baki joylashtirilgan. Uchinchida turgan harbiy maqsadlarda, ya'ni ko'p maqsadli bo'lgan mototsiklimiz esa to'liqligicha elektrda harakatlanadi. Bu hali endi ishlab chiqarila boshlabdi, hali tekshiruvlardan o'tmagan. Keyinchalik tekshiruvlardan o'tsa, aynan harbiylar uchun bu ham yetkazib berilishi boshlanar ekan. Bularni barchasi aytib o'tgandek, MS Remtex zavodida ishlab chiqarilgan. Bu mototsiklimizni yurish zaxirasi
60 kilometrni tashkil qilar ekan. Ya'ni bir marta to'liq zaryadlasangiz 60 kilometr masofani aynan bir quvvatlanishda bosib o'tadi. Bu ham ko'p maqsadli va mana bu yerda ko'ryapsiz, aynan yuklarni tashish uchun, yuklarni tezkor yetkazib berish uchun yukxonalar ham qoldirilgan va bu ularga nisbatan farqli ravishda bitta ekipajni olib yurishi mumkin bo'lgan mototsikl hisoblanadi. Endi sizga ko'p maqsadlarda foydalanadigan kvadrotsiklni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Kvadrotsikl bilan baggining farqini ham shu yerda aytib o'taman. Kvadrotsikl ko'rganingizdek xuddi mototsiklga o'xshab boshqariladi. Rul qismi mana bu yerda joylashgan, ya'ni bir kishi o'tiradi bu yerda. Baggida esa ko'rdingiz, rul bor, unda xuddiki avtomobilga o'xshagan va yonida yana bir ekipaj harakatlanib ketsa bo'ladi. Bu ham aynan ko'p maqsadli bo'lgan kvadrotsiklimiz. Bu yerda texnik xususiyatlari yozib o'tilgan. 42 ta ot kuchi bor, 90 km/soat maksimal tezlik, og'irligi esa 305 kilogramni tashkil qiladi ushbu kvadrotsikl. Va bunda ko'ryapsiz, old qismida pulemyotlar joylashtirib o'tilgan, aynan harbiy maqsadlarda ham foydalanish mumkin. Undan tashqari esa bunda ham ekipaj 1+1 ni tashkil qiladi. Mana bu yerda bir kishi, orqa qismda esa yana bir kishi bemalol harakatlanib ketsa bo'ladi. Bu ham aynan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan milliy mahsulot hisoblanadi va hozirgi kunda harbiylarga ham aynan ushbu texnikadan yetkazib berilayotgani bizga aytib o'tildi. Juda ham ajoyib bo'lgan texnikalar. Bular ham aynan harbiylar uchun ishlab chiqariladi. Va mana shu ko'rib turgan texnikalaringizni barchasi aynan bitta zavodni mahsulotlari hisoblanadi. Bu yerda nafaqat Mudofaa vazirligi, balki Favqulodda vaziyatlar vazirligi uchun ham maxsus ishlab chiqarilgan texnikalarni va aynan kvadrotsiklni ko'rishimiz mumkin. Yong'in xavfsizligi uchun ishlab chiqarilgan hamda maxsus to'liqligicha jihozlangan ushbu texnikamiz. Bu nima uchun? Bu aynan yo'lsizliklarda, ya'ni avtomobillar yetib borishi, kattakon texnikalar yetib borishi qiyin bo'lgan joylarga yetib borib, bir vaqtning o'zida tezkor yetib borib, o'tni o'chirish, undan tashqari esa o't o'chirish vositalarini olib borish uchun xizmat qiladi. Old qismda ko'ryapsiz, shlankalari joylashtirilgan, orqa tomonda esa mana suv nasoslarimiz o'rnatilgan va bu yerda shlanka yordamida suvni o'zi tortib oladi. Mana bu yerda esa aynan o't o'chirish vositalari ham bu texnikamizda o'rnatilgan. Bu ham to'liqligicha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va mana bu narsalar bilan ham jihozlab o'tilgan. Aynan bu aytib o'tganimizdek, Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda yong'in xavfsizligi xizmatida foydalaniladigan o't o'chirish texnikasi hisoblanadi. Bu yerda ko'ryapmizki, to'liqligicha robotlashtirilgan sapyorlar, ya'ni sapyor degani bilasiz, aynan bombalarni, minalarni xavfsizlantirish uchun xizmat qiladi. Bu esa to'liq robot sapyor hisoblanar ekan. Ko'ryapsiz, mana ilmiy va IT vzvod deb yozilgan bu yerda. Bu yerda esa xususiyatlar yozib o'tilgan. Manipulyator yuk ko'taruvchanligi. Aynan mana shu qism 30 kilogrammgacha bo'lgan og'irlikdagi yuklarni ko'tarish mumkin va ishlash vaqti bir vaqtning o'zida, ya'ni bitta ish boshlaganda 4 soatgacha ishlab bera oladi. Tezligi esa 2 dan 3 km/soatgacha tezlikda, ya'ni bularga unaqangi katta tezlik kerak emas. Shu borib o'z ishini bajarsa bo'ldi. Radius qanaqa, ya'ni maksimal radiusi qanaqa desangiz, 1 km radiusda to'liqligicha boshqariladi bu. Mana bu qismda ko'ryapmiz, aynan ushlash uchun changaklari qotirib o'tilgan. Old qismda esa qo'shimcha yorug'lik uchun projektorlar o'rnatib ketilgan va bu ham xuddiki tankka o'xshab harakatlanadi. Orqa qismda kameralar hamda boshqarish uchun, ya'ni uzoqdan, masofadan boshqarish uchun antenalar ham ushbu texnikamizda o'rnatib ketilgan. Hozirgi kunda jahon maydonida ko'ryapsiz, urushlar askarlar bilan emas, aynan mana shunaqangi o'zi harakatlanadigan dronlar bilan ko'proq amalga oshirilmoqda, keng ko'lamli amalga oshirilmoqda desak ham bo'ladi. Va shu o'rinda O'zbekistonda ham u soha rivojlanib bormoqda. Bu esa aynan evakuatsiya uchun xizmat qiladigan, masofadan boshqariladigan dron hisoblanadi. Bu yerda jarohatlangan harbiylarni to'liqligicha o'zi uzoq masofadan boshqarib, aynan gospitalgacha olib kelishi mumkin bo'lgan texnikamiz turibdi. Bu texnikamiz 15 ot kuchiga ega ekan, og'irligi 180 kilogramm, yuk ko'tarishi esa 200 kilogrammgacha berilgan. G'ildiraklar formulasi 4x4. Boshqarilishi esa to'liq masofadan va elektr energiyasida harakatlanadi. Ushbu texnikamiz ham ko'ryapsiz-ku, o'zi hozir to'liqligicha dronlarda janglar olib borilmoqda. Xuddi shunday askarlarni tashish uchun ham, ya'ni yarador askarlarni tashish uchun ham mana shunaqangi zamonaviy dronlar ishlab chiqarilmoqda. Orqamizda turgan texnika to'liqligicha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Undan tashqari bu texnikaga haqiqiy o'zbekona nom berilgan. Buni esa aynan o'zimizni yosh muhandislar ishlab chiqargan ekan. Qaytmas texnikasi ko'p funksiyali va ko'p maqsadli ishlarda bemalol bundan foydalanish mumkin. Aynan harbiy maqsadlarda bu yerda kamera joylashtirilgan. Undan tashqari esa aynan mana shu korpus qismini o'zi aylanadi. Shu yerning o'zida ham bitta 360
gradusli kamera o'rnatilgan ushbu texnikamizda va old qismida ko'rishingiz mumkin. Aynan piyodalar uchun qo'yilgan minalarni xavfsizlantirish, zararsizlantirishda foydalaniladigan roliklar ham qo'yilgan. Oldiroqda harakatlanadi va minalarni xavfsizlantirish uchun, zararsizlantirish uchun xizmat qiladi. Mana bu esa aynan aytib o'tganimiz 360 gradus kamera. Ushbu texnikani siz to'liqligicha 25-30 kilometr radiusdan boshqarishingiz mumkin. Bu juda ham katta bir vaqtimizda hammasini amalga oshiradi va bu aynan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Armored Engineering Vehicles zavodida, ya'ni kompaniyasida ishlab chiqarilar ekan. Orqa qismida ham xuddi shunaqangi ko'rishimiz mumkin. Minalarni zararsizlantirish uchun roliklar qo'yib o'tilgan to'liqligicha texnikamiz. Bu ham aytib o'tishimiz kerak, to'liq elektr energiyasida harakatlanadi. Va bu eng oxirgi texnikamiz edi. Sizlarga agar shu videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmang va aynan mana shu ko'rsatib o'tgan harbiy texnikalarimiz haqida fikrlaringizni ham yozib qoldiring. Biz urush tarafdori emasmiz, shunchaki sizga O'zbekiston harbiylarida ham hozirgi kundagi zamonaviy texnikalarni barchasidan bor ekanligini ko'rsatib o'tishni maqsad qilgandik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.